Ah, hördük. Şanlıq tarixni əsləyman. Tağ bürkütü. Düşmənlərə qatlı qol bo'lib, janglarda düşmənlərə rəhim qılmasdın. Şunqar kabi kök qərgə uçdum. G'ani Batur. Uyg'urlarning şanlıq tarixida üzlüksüz təriflənib kelayotgan, ezilgan qavm orasidan bosh ko'tarib chiqqan tiz pükməs qahramon, yetim mazlumlarning himoyachisi va qo'g'dug'uchisi bo'lgan parlaq tariximizda şanlıq izlarni qoldirgan bir yulduz bor. U bo'lsa-mu G'ani Mamat Baqi. Ulug' vatanda G'ani Batur yillardan beri üzlüksüz ta'riflanib kelayotgan mushu kunlarda bizmi G'ani Baturni ta'riflamay tura olmaymiz. Bu keng bepoyon zaminning ismi Sharqiy Turkiston deb dunyo xaritalarida o'rnatilgan bo'lib, Xitoy mustabid hokimiyati bu zaminning ismini Şinjan Uyghur Abdunum rayoni deb atib olgan. Qadimdan tartibla bu tuproq Uyg'urlarning makoni va vatani bo'lib, Uyg'urlar tarixdan beri binokorlik, hunar san'at, qog'ozchilik va miros kasblarini saqlab va taraqqiy qildirib kelgan. O'z millatiga xos til yoziqi bo'lib, tili Altay tillari sistemasining Sharqiy Turkiy tillar sistemasiga kiradi. Yoziqi bo'lsa, arab tili asosidagi o'zgartirilgan Uyg'ur yoziqini qo'llanadi. Uyg'urlar boshqa millatlar bilan yaxshi o'tgan bo'lib, yangiliklarni o'rganish va yangi kashfiyotlarni yaratish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan. Buningdan 200 yil burun Sharqiy Turkiston zaminini qora bulutlar besishga boshlab, chet el tajovuzchilari hujum qilishga boshlagan edi. Buningga o'xshash voqealar tarixda ko'p takrorlangan bo'lib, bu qattiq zulm xalqning yuragida ochiq iznalarni qoldirgan edi. Tarix bətlariga yozilgan va oxirida yana xalq bosh ko'tarib chiqqan edi. 1940-yillarda nurg'un cho'ng o'zgarishlar paydo bo'lgan. Urumchi, G'ulja va har qaysi nahiya shaharlarda vatanni qutqizish kurashlari boshlangan. Uyg'ur askarlari va Uyg'ur xalqi Gomindanga qarshi urush qo'zg'agan. Biz shu urushlarga qatnashgan qahramonlar bilan ko'rishdik. Xalq generali Zunun Tiyupov ta'riflab mundaq degan. Sharq Turkiston hukumatı qurilmasdan burun men zavodda ishchi bo'lib ishladim. Undan keyin Sharqiy Turkiston hukumatı qurilmasdan burun zavodda ishchi bo'lib ishlagan edim. Keyin biz G'uljida maxfiy uyushma va tashkilot qurdik. Shu paytda G'ani Batur va Fatih Baturlar Nilqida askar birlik qurib, G'ulji shahriga besib kirib, Gomindan qo'shiniga qarshi hujum qilishga boshlagan edi. G'ani Batur Gomindanga eng zarbilik hujum qilganda og'ir yaralangan. Shundoq bo'lsa-mu, hujumni to'xtatmay eng oldingi safda bo'lgan edi. U bazını elish oson bo'lmasa-mu, askarlar bilan hujumni davomlashtirgan. Oxirida tomni o'rib ichiga kirgan edi va oxirida G'uljini ozod qilgan edi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin meni qo'mondan yordamchisi qilib saylagan edi. Shu vaqtdan beri G'ani Batur bilan birga bo'ldim
G'ani Batur va askarlari xalqning yordami bilan boshqa nurg'un joylarni ozod qildi. Sharqiy Turkiston hukumati G'ani Batur deb nom qo'yib, xalq qahramoniga aylangan edi. G'ani Batur aqlliq, zerek va ajoyib jasoratlik odam edi. Bo'yi egiz, qovul, otga minganda xuddi rivoyatlardagi afsonaviy boturlardek ajoyib hayvatlik va surlik ko'rinadi. Xalq vatanning ozod bo'lishini xo'shallik bilan qarshi oldi. Hukumat qurg'uvchilari tunji askar uyushmasi murosimi. Bu insonlarni xalqning kuchi va chidamchanligi, parlaq kelajakka bo'lgan ishonchi birlikka keltirgan edi. Sadichin sepilidan Tongshangacha hamma odam G'ani Baturning nomini biladi. Uning to'g'risida dostonlar yozilgan, kitoblarda tilga ilingan. Xalqning eg'izida hikoya va cho'chak bo'lib, eg'izdan eg'izga tarqalgan edi. Bu zaminda qayg'uliq yillar o'tib ketdi. Yangi Sovet ittifoqi zavodlarni, elektr stansiyalarini va to'g'an to'smalarni qurishga yordam qilgan va dehqonchilik ishlarini taraqqiy qilg'izgan. Burunqi madaniyat boshlig'i va yozuvchi Ziyo Samidi mundaq dedi. 1949-yili Sharqiy Turkiston ma'lum sabablar tufayli Xitoyga qo'shilgan. Birinchi yillari bu yerning iqtisodiy, madaniyati taraqqiy qilgan bo'lib, bizmi gazet va kitoblarni nashr qilgan edik va shuningga o'xshash ijtimoiy faoliyatlarni boshlagan. Lekin 1957-yildan boshlab Mao tarafdorlari turli siyosat yo'llari bilan xalqqa adolatsizlik qilib, minglagan Uyg'urni turmaga tashlab va necha ming Uyg'ur ziyolilarini yurtidan qo'g'lab chiqargan. Bo'libmi bundaq voqealar Mao Zedongning vaqtida texmi ko'p kuchaygan. Bu tuproqlarda qo'rqinchli va qayg'uli kunlar boshlangan edi. Minglagan insonlar zulmga uchirgan edi. Sharqiy Turkistondagi shahar maydonlaridami begunoh kishilar xalqning oldida jazolanadi. Texi tunugulli qahramon bo'lgan xalq bugungi kunda ayiblanib turmalarga tashlandi. Ular vatanidan ayrilishga majbur bo'ldi. Minglagan insonlarga o'xshash G'ani Baturmu o'z vatanidan ayrilishga majbur bo'ldi. Sharqiy Turkiston yoshlar birligi mundaq dedi. Uyg'ur xalqining ozodlik inqilobi tarixda ko'p baturlarni yaratdi. G'ani Batur to'g'ri usulda boshqaratdi. G'ani Batur Uyg'ur xalqining erkinligini qo'g'dash ko'rishi uchun askar birlik qurdi. G'ani Batur bek yaxshi bir qo'mondan bo'lib, xalq uni bek yaxshi ko'ratdi. Uning qo'rqmas jasorati Mao Zedongning Sharqiy Turkistonda siyosat yurgizishiga to'salg'i bo'lgan edi. Mushu sababdan Mao Zedong G'ani Baturga o'xshash qahramonlardan qutulish yo'llarini izlagan va planlagan edi. G'ani Batur va boshqa milliy inqilobchilarni turmalarga solab, o'lim jazosi berish orqali yurtlaridan chiqishga majbur qildi. Ular o'z vatanlaridan ayrildi. Тюрьмы, ссылки в безлюдные степи. Советские люди с открытой душой... Sovet bu Uyg'urlarni qarshi elib, ularni qozoq tuproqlariga yerlashtirdi.
G'ani Baturmu Sovet tuproqlariga keldi. И Гани Батур. Ben özüm Şarkı Türkistan'da doğulgan. Şu yerde ata babamızın şu yerde yaşagan. Я родился и Men Sharqiy Turkistonda tug'ildim. Ota-bovularimmi shu yerda yashagan. Ajdodlarimning tuproqlarimi shu yerda. Men 2 yil 8 oy Gomindang turmusida yotdim. U turmidan 3 askarni o'ldirib, qurollarini elib taqqa chiqib ketdim va askar birligi qurdim. Xalqimizning ozodligi uchun askar birligi bilan birlikda Gomindangga qarshi hujum elib bordik va Xitoylarni qo'g'lab chiqardik. Bir mezgildan keyin Sharqiy Turkiston tuproqlari ilojsiz Xitoy hukmdorlarining qo'l ostida qoldi. Xitoyning siyosati o'zgargan edi. Mao Zedong rejimidagilar erkinlik targ'ib qilganlarning orqasiga tushdi. Men ham vatanimni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Гани Батур всегда рад этим встречам. К нему приезжают товарищи. G'ani Baturni yaqin el og'inlari, artistlar, yozuvchilar va nurg'un ziyolilar pat-pat yo'qlab ziyorat qilib turadi. Bu ahvol G'ani Baturni bek xursand qiladi. Старый друг и сподвижник. G'ani Baturning burundan beri tanıydigan og'aylardan G'afur G'ani Jarjayev mundaq dedi. Beni otur, beni kam G'o'jida uchrashgan yerda. Gulzorem degan bu naqshini G'ani akam bek yaxshi ko'ratdi. Эту песню очень G'o'ljida nada ko'rishsak, mushu naqshini aytqizatdi. мы часто встречаем. Biz G'o'ljida ko'p ko'rishatdik. Men tambur chalaman va birlikda tug'ilgan vatanimizni eslaymiz. Спасибо советским людям. Sovet ittifoqi va Qozoq xalqiga rahmat etamiz. Qozoq xalqi bizni o'z qarindishidek kutib oldi. Sovet xalqiga o'xshashla o'qiymiz va xizmat qilamiz. Uyg'urlar O'rta Osiyoda, Qozoq tuproqlarida Sovet ichida bir oila kishilaridek barobar yashayotdi. Республиках Средней Азии. Uyg'ur xalqining ichida nurg'un ziyolilar, yozuvchilar, ilmli kishilar va bilimli kasb egalari bor. И урожай кукурузы. Eng yuqori usulli qo'noq parvish qilib o'stirishda Niyazova va shuningga o'xshash bir yezda yuqori nom elib kelayotgan kishi bo'lsa, Imin Bilalov. Alayda tirishchanlik ko'rsatish bilan oldingi qatordan o'rin olgan Qozog'iston yuqori xalq vakili va ishchisi Zaynidinova. Дети уйгуров Uyg'ur farzandlari maktablarda o'z Uyg'ur ona tilida o'qiydi. выходят в свет многотысячные Uyg'ur tilida minglagan gazet, jurnal va kitoblar nashrdan chiqqan. проблемы истории, языка и культуры. Bilim akademiyasining raisi, a'zosi va muxbiri G'o'ja Ahmad Tug'luq va Uyg'ur ilm ahllari Uyg'urlarning eng muhim masalasi bo'lgan ona tili, tarixi va urf-odatlar haqida tadqiqot elib bormoqda. Bu bo'lsa, Ekologiya ilmiy akademiyasining a'zosi va muxbiri professor Murat Hamrayev. Uyg'ur millatining erkinligi uchun qilingan dahshatlik urushlar kitoblarga yozilgan edi va Uyg'ur shoirlarining tillarida doston edi. U shoirlar millatning nazarida buyuk insonlar edi. Uyg'ur musiqa asar ijodiyatchisi professor Quddus Xo'jamyorovning naqsha va usullari xalq orasiga keng tarqalgan edi.
Uyg'ur an'anaviy naqshi usullarni o'rgatadigan yerlarmi oz emas. Ana shu maktablardan nurg'un naqshchi, artistlar va usulchilar chiqmoqda. Активный участник памяти... Sharqiy Turkistonda urushlarga qatnashgan Zayniddin Yusupov bu yerda yuqori martabalik bilimli kishilarimiz qatorida tonildi. Zayniddin Yusupov dangliq rassomlardan biri edi. Прошли тысячи тех, кто вырвал O'zbekistonning ziyoli va madaniyat san'atchisi mundaq deydi. учеными. Bu yo'l ilm va san'at yo'lidir. Bu yo'lda minglagan san'at ijodiyatchilari va ilmli kishilar yetishib chiqdi. Учеными. Ko'pinchisi doktor, qurilish injenerlari va ma'rifatlik o'qituvchilar bor edi. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonda minglarcha Uyg'ur yashayotidi. Bularning ko'pinchilari o'z ona vatanini tashlab ketishga majbur bo'lganlardir.